yaxshi. 18 mehmonlarim bor ekan. 18-kuni mehmonlar bor, hamma narsani boryapsiz. 19-kuni har biringizga 1000 dollardan beryapsiz. Xabar bersizlar. Shunga kim boryapti? Kim bora olmayman men deyotganlar bor. Toshkentga borishim kerak. Deyotganlar bor. 18 Toshkentga. Qanaqa bo'ladi? 18 shanba. 18 nima uchun 18-kuni shanba kuni Toshkent? Sababi vyetnamchilar bir kun oldin kelgan bo'ladi, soat 5da aeroportga tushgan bo'ladi, dam olib ertalab hammasi uzoq regionlarga ketadi-ku. Post promotion bo'lib keldik. Shuning uchun shanba kuni bo'lyapti. Toshkentda. Yangilarga tushuntirishda bir-biridan so'rayapti. Men bir-birini bilmayman. Kim keladi? Bilmayman, hozir aytdim. Men kun bora olmayman. Menga kelishim kerak degan hozir aytdim. Men kelaman. Desam degan narsa. Xalas, maqtan tushgan. Bittana bosib qadrlanadigan kuni, men kumush qadrlanishim kerak. Hech qayerga bormaysan. Bu mis hayot hamma kelyapti, bekor kumush qilaman. Hamma qiziqyapti ekan menga. Trening berishim kerak. Bekorda aytibsan, yo'q. Ishonasizlar, dedim hozir. O'ylab chiqdim. Material